Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun yangi isat va ishlarini yasab oldik va hali yangi va ish bo'lib, hali bu o'rnatilish jarayonlarini ko'rsatamiz. Oldi tarafi 4 metr chiqqan, oldidan ustunga qo'yilmaydi. Ammo holatda turibdi va ish. Mana tag tarafi qotirishga tayyor qilib qilindi. Mana bu va ishning nomi Isat va ishlari deb nomladik. Mana holatlari, tepadagi holatlar burchak shaklida olingan, og'irlik taqsimlanib hamma tomonlama mana shunday murakkab yechimga uncha ega emas va ishimiz mana tayyor bo'ldi.